Assalomu alaykum Samarqandlik hamyurtlarimiz diqqatiga. Samarqand avtovokzalidan ham Moskvaga primoy reyslarimiz qo'yilgan hamyurtlar Xorazm, Samarqand, Buxorolik aka-ukalarimiz bemalol olib chiqsanglar bo'ladi. Reyslarimiz har kuni bo'lib o'tadi aziz hamyurtlar. Ekrandagi ishonchli viloyat telefonga to'liq ma'lumot olib, uch avtobuslarda komfort holatiga chiqishlar mumkin. Ko'rib turganlaringiz Samarqand avtovokzali. Odamlarimiz tushgan hozir birinchi reyslarimiz davom etmoqda. Bemalol ekrandagi ishonchli viloyat telefonga olib, ma'lumot olib, joylarni bron qilishingiz mumkin aziz hamyurtlar. Ishkarniy avtobuslarimizda bemalol reys amalga oshirib ketishingiz mumkin. Hozir salon qismi bilan tanishib o'tamiz aziz hamyurtlar. Ko'rib turganlaringizdek xuddi shunaqangi Sidiashi salon avtobuslarimizda reyslaringizni amalga oshirishinglar bo'ladi aziz hamyurtlar. Ertadan reyslarimiz boshlanadi. Moskva metro Katselniki avtovokzali Katselnikiga avtobuslarimiz kirib boradi aziz hamyurtlar. Har xil yolg'on mashinalarga yollanib qo'yinglar, ekranda ishonchli bo'ladi, telefon qilib bog'lanasizlar.